Assalomu alaykum hurmatli O'sh shahrining turg'unlari, aziz hamyurtlar. 11-iyul kuni bo'lib o'tadigan saylovga men Manzura Rahmatullayeva Kelajak Budushi partiyasidan deputatlikka nomzodimni qo'yganman. Kelajak ilmlik va bilimlik yoshlar qo'lida. Shunday ekan, yurtimiz kelajakka befarq qaramasdan 11-iyul kuni nomer 5 bizni partiyamizga ovoz berasizlar degan umiddaman. Kelajak yoshlarda qo'lida. O o'zini turbasi yorilgan. Turbam yorilmagan. Mani uyidan turba o'tgan meniki. Mana ko'rdingizmi devorni? Kesvordi meni turba. Prezidentga bormisizmi? Nima bu? Men prezidentga uyimda nima suvoqi bir ayol. Voy, yaxshilar bilan gaplashdik Mahmudjon. Mana, qara. Mana kirib ketyapti turib qolgani. Ona qo'yxonaga urganda nima yo'q. Yorildi deb uzvordinglar. Bo'pti dedim. O'zingizga yorilib kirib ketibdi hamma yo'g'inglarga. Nimaga meni turbam chirib ketadi? Yangi turba nimaga chirib ketadi? Yo'q. Uni hozir ko'r, mana qo'laslar tagi bo'lmadi. Zak, mana ko'r. Ana devolg'on talib tushsa, buni tevada tom men bosib qolmasin deb, mana shu mahmat qildim meni ichini. Mana beton quyib, mana qildim. Mana devorda, mana uyni ichidan urib chiqdim. Ishxonaga borib qo'sh to'pladim. Issiqda bitta yarimta qishlarni olib kelib, ko'chadan tashib qishdi. Mashatni mana qilib urdirdim. Ana devorg'on talib tushsa, buni tevada tom men bosib qolmasin deb, mana shu mahmat qildim meni ichini. Uni ham suratlari bor, ana telefonimda bor edi. Men teshilib ketgan manaqa bo'ldi. Suvoq choplab qo'yaman, yana oqizoradi, yana choplab qo'yaman. Uni hozir ko'r, mana qo'laslar tagi bo'lmadi. Zak, mana ko'r. Suvda ahna bo'lib oqavergandan, cho'kkandan nima ko'ryapsizmi mana? Hozir yashagani ham qo'qib qoldim so'raga. Mana bochkani tagidan qo'yapti u yerdan. Ana qilib ko'rsa bo'ladi, u yerdan teshib chiqqan. Mana bochkani orqasidan u yerdan. Ashadan oqyapti suv. Mana u bizni devor. Mana u. Bizni devor. Bu devor ular tomonga biz qo'shilmagan. O'zimiz abdeni devorimiz. Ashu devorning orqasi manaqa bo'lib ketgan. Yomg'ir chaqsa, qishinda mana bu yomg'ir urib, qor to'planib, qorda muzda qolib ketib, kirantga suv kelsa, kirantdagi suv mana shu oradan ana. Ashunday bo'lib kirib, menga mana hozir ko'rib chiqdingiz-a? Ashunaqa bo'lib ketyapti. Ana ko'ryapsizmi? Men o yerga shipirlarni qo'yib qo'yganman, hozir ko'rsataman borib. Uyda devorini yaxshi. Şurada su kağıdı turuptu, siz devalı kağıdı turuptu ya dedi. Yer kelmayapti, agar qildirmadim deyil, agar qilmay turinglar. Men hozir qimolayim dedi. Mana qilib shipirlarda po'st qilganman, mana qarang mana. Men to'ldim shipirlar. Mana o yerda mana cho'ng bo'linmayapti mana. Mana qara, mana. Mana kirib ketyapti turib qolgani. Ona qo'yxonaga urganda nima yog'och urganda devor yo'q, beton yorilgan. Mana ko'ryapsizmi? Mana uni ichi qon, mana ochiq, mana ular ich. Mana olyapti mana. Ko'rdingmi? Endi shunga beton quydirayim. Devorimga jopishtirib, beton quydirib, ana bu yerda yaxshilab suvatib qo'yayin desam, unaveradi. Uni turbasi jorilgan bo'lsa, turbasi jorilib, uyini bosgan bo'lsa, men uyimdan nima qiladi? Qana suv. Akasi bor edi o yerda. Necha marta akasini chaqirdim. Mahalladan keldi, damkom keldi, damkom ana ishonmasa so'rasin. Damkom sotga bering dedi damkom. Xohlaganingni chaqir dedim. Meni uyimda suv yo'q bo'lsa, qayerdan keladi? O o'zini turbasi yorilgan. Turbam yorilmagan. Mani uyidan turba o'tgan meniki. Mana ko'rdingizmi devorni? Kesvordi meni turbamni. Meni turbam kesvordi. Men boshqa yerdan suv olib o'tdim. Bo'ldi, boshqa hech gap yo'q. Men shu vaqtida meni chaqirmabman.
Odam Nima chaqirmoqda. chaqirsa ham chaqirsa chaqiraversin. Mana hozir meni devolimni tagini ko'ryapsiz-a? Mana shunaqa ahvolda. Bu meni uyim, meni uyimni ichi. Siz o'zingiz uyingizni ichini Ha, ko'rsating. devorchi. Ona bochkasi ko'rsating, yorilgan bochkalarni. Ashlardan chiqadi. Bu yerda suv nima qiladi? Mana devor menikimi? Boring haqqi bor siz. Prezidentga bormisizmi? Nima bu? Men prezidentga uyimda nima suv oqib bir Yo, yaxshini bilan gaplashdik Mahmudjon. Ashi monchalarcha quyamiz dedi. Meni uyimda nima qilasiz? Ona uyingizni buzib turib qilavering. Meni uyimda nima qilasiz meni uyimda? Buzib siz qilib berasiz bo'lmasa. Men boshimni yuraman, men qilmay kimman men sizni Qilib berasiz bo'lmasa. Qiling o'zingiz. Bo'lay chaqiring. Siz uyingizni nima qilganingiz yo'q. Ko'ryapsizmi? Siz ham Mana qilib suvni qo'yib yuboradi. Kirib aytsam, "Ha, hozir o'chiramiz" dedi, o'chirib qo'yib. Endi mana kirantni olib kirdi. Olib kirgan bilan meniki mana qilib olib yotaveradi. Men Voda kanalda odam chaqirdim. bo'lsam mayli. Voda kanalda nachalnigacha keldi. Kelib turbalarimni tekshirdi, ko'rdi. Ha, turba qayerdan teshik bo'lsa achitdi. Mana ma'lumdan chiqdimi suv? Menda Qaloqda nima yo'q. siz ichki suvga to'layaptimi? Men bilmayman, oya u suv meni krantimdan emas u suv. Qayerdan kelganini men bilmayman. O'zingizni turbangiz yorildi. O'zimni turbam yorildi. Meni turbamni yorildi deb uzvordilar. Bo'pti dedim. O'zinglar yorilib chirib ketibdi hamma yo'g'inglarga. Nimaga meni turbam chirib ketadi? Yangi turba nimaga chirib ketadi? Yo'q, temir turbangiz aytibman, kechaga qilganingiz emas. Men boshqa nimam yo'q meni sizga. Men qilyapmanmi men? Meni o'rnimga o'zingiz qo'yib ko'ring, Mahmudjon. Meni o'rnimda. Men nima qilay? Ayting, men nima qilaman? Men mana shu yerda uyimda siz ishlashingiz kerakmi? O'zingiz qilaman, qanaqa xohlasiz? Men ashi mana betonni o'g'nab qo'yaylik. Mana devorni chuqur chaqirib. Beton o'g'lanib turibdi, ashi bo'yicha turibdi. Qayerdan kelyapti suv? Men qayerdan keladi? Bu adir bo'lsa, suv qayerdan teshyapti? 50 yil, 20 yil, 30 yil bo'lgan turbalar qayerdan teshib ketyapti? Mahmudjonlar keldi, hatto hammani chaqirdim. Ko'rmagan odam qolmadi. Turg'unboy rahbarlik necha marta keldi. Mana o'zingiz kirdi, xotiningiz kirdi. Men ko'rdim, hamma yo'qni ko'rdim. Endi nimaga meni turbanga asilyapsiz? Suv qayerdan kelishini siz ham menga aniq aytib bera olmayapsiz. Nimaga aniq aytib bera olmayman? Nimaga aniq aytib bera olmayman? Agarotni qildinglar, agarotda mana agarotni turi nima sizga berdi abi? Mana agarot qilishmadi. Keling. Naq keling. Mana agarot. Mana shu qo'shniga zarar bo'lsin deb mana buni yerga qo'yaman mana. 1 2 3 mana 3 ta agat olam. 2 ta pomidor buni yerga bodrini ekib qo'yaman. Bo'ldi. Boshqa hech balo yo'q bu yerda. Buni ham mana chelak bilan qo'yapti. Suv o'zi bizga kelmayapti. Qanday bu suv yerga u yerga suv ketadi bilmayapti bola. Bu turbalari jaril va joyi jaril jotsa ular. Qanday kelyapti suv bo'lmasa? Men bilmayman, adirda joyi aya. O nariyalarni ham teshilsa, bu adirda joyida teshib kelaverar ekan suv. Kolodisdan olib o'tmasdan, prямо liniyadan olib o'tdingiz. Mana ma'dan olib o'tgan. Ma'da sentralniy nima bor? Monolarniki o'yadan chiqdi. Bularniki ma'dan chiqdi. Bu turba o'yaga borib turib, ona burchakdan rosa suv vashillab chiqdi. Ularning ichi to'ldir suv bo'ldi. Va ona krantini 2 marta almashtirganmiz bu yerda. O yerda ochilib qolsa, o yerdan katta suv to'lib qoladi, shipirvoringlar deyman. Ketib qolyapti suv deyman. Hozir uqolani ana shu burchagim. Shu ona bochkam turgan yer o'ldi-da. Ko'rib chiqdingizmi? Tomizdan tushgan suv o yerda o'ldirdi. Meni nimami, devolimni. O tomizdan chekkadan turgan. Men indamayapman-ku. O qarang, 2 metr o'zi devor bo'lish kerak. Yo'q, hozir bu yerda olgandan beri siz chekdik. Mahmudjon, to'xtang. Ayni nimalarini mana 2 metr mana. Qo'shni devor qanaqa bo'lishini ham bir sudga borsa aytib qo'yasiz. Mana devorni ham oling. Tomini menga uyimga oftob tushmayapti. Oling endi. Ras shunchalik bo'lsa, mana ko'rasiz. 3 metr ko'tarib turaman. Yo'q, 100 metr ko'tar, hozir sirazi buzib turaman. Shunchalik bo'lsa, bu yerda siz qilmagansiz birinchidan, bo'ptimi? Qilsam qilmasam uyimga oftob tushmayapti. Nima ko'tarishga haqqingiz bor sizning. 2 metr. Bu yerda siz qilmagansiz. U qilgan odam ko'chama-ko'cha yuribdi, kvartira. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я, Масалиев Джаныбек, баллотируюсь в депутата Волжского городского кеңеша от политической партии «Келечек. Будущее». Наша партия – это молодые, креативные люди с новыми идеями и программами. 11 июля голосуйте за политическую партию «Келечек. Будущее».
Мы вернем вам украденное будущее.